Muşu ishki qashning o'tirsidagi qo'riqni 10 kundan 30 kungacha yo'q qilib yetadigan dahshat unumli usuldan birini yutib qo'yman. Ma peshondagi qo'riq, ishki qashning o'tirsidagi qo'riq, ko'zning atrofidagi qo'riq. Ko'rdinglarmi, mening ishki qashning o'tirsa asosiyatdan qo'riq qamidi. Meya ashqamsa men yo'qab ketdi, meya ashmadim. Mana mushunchalik holatda suz holati qilib qoldi, meni ko'rib yiqinglar, ha. Mana men ko'z atrofimda faqat ishkital qo'riqib qoldim. Men o'gitib qo'ygan men usulni qo'llanib, siz 10 kundan keyin menga to'r soatda rahmat deb qolasiz. Unimini ko'rmisiz? Meni to'r soat nim deysiniz, men mahsulot sotmayman, qo'riq yo'qtish. Ammo men usul nurg'un qo'riq yo'qtish mahsulot sotganlarning titan to'miriga tekitdi. Chunki men usul nurg'ungan qimmat bog'li qo'riq yo'qtish chiqarganda unimi alaydi yaxshi do'stlar. Go'nju qilgan do'stlar, agar vitamin uyingizda vitamin C olmasa, mana men sap bermay go'nju qilgan do'stlarimizga. Jajisni 5 ko'ylik vitamin C. Bunda ichadigan vitamin C tableti bor. Ashnodan ketadi 5 ko'ychalik vitamin C tableti ketadi, bala pul ketmaydi do'stlar. Ya'ni tarxamakni qanday qilsa desanglar, ezib azroq tarxamakni bo'zdagida ezib ko'p suyini chiqaringlar. Uningga bir tal tuxumning eqini aralashtiringlar. Shuning bilan ma o'rninglarga tekis suyab, anadagi mush qatqichlik holatda ma qo'linglar mahalat tutsin, ha. Mush 10 minut qadada ketib bo'lgandan keyin 40 minut to'g'izib suzuk suvda yuviting. Uy ish qilish tug'izdan bularmi deqqan ayollar bunda o'tirsangiz ishki qishingizdan o'tirsa, bunda qalsangiz ishki ma'o chekingizga qo'riq chiqib bordi shundaqmi. Men degan usul bo'yicha uy ish qilganni qilinglar yoki yetib uxlaganni qilinglar. Hargiz buni suyib ishki qo'shimingizda turmang yoki bunda qilmang. Chuqum amal va suygiga vaqtingizni harakat qilmang. Mushsoni kunda qilining, 10 kun qilining. Ko'z atrofingizdagi ishki qash o'tirigi peshondagi qo'riqingiz yo'qmisa, men Madina xonimni izlasangiz tamamen bo'ladi do'stlar. Bu usul amma Nurg'un xonim qizaningki, ishlatib unumini ko'rgan. Amaliyotda 98 qo'ydim pul sotilgan reseptimni bugun bir mocha olmadim. Shunga haqsiz qilaydim. Yurak yultini bosgan do'stlar, men film yuyilib ketsam, sizlarda chiqib turdi, yuyilmaydi. Shu go'njuk qilishni hargiz unutqamanglar jinim qarindoshlarim. Altınlarım go'njuk qilinglar. Bilmagan do'stlar, go'njuk qilgan do'stlarimizga vitamin C dan topolmasangiz men sap beray qerini chim krani ko'tarsangizlar, vachchini qiliblam. Topamini 5 ko'chalik vitamin C yamsiz o'zingiz topsangiz bo'ldi. Mushkan turdoshlarimız uchun men mush yetlik dori topidan birini qurib qo'ydim. Daqsapga yo'qdigan, qo'riq yo'qdigan, ayollar sog'lomligi, ko'krak, baletqo sog'lomlik to'g'riliq, kundagi ayollar kasalliklari to'g'riliq dori so'zlab bermak. Kirinchi qalagan do'stlar go'njuk qilibam ayrimxonga aloqa shundan numarangizni qoldirib qo'ying. Nurg'un do'stlar ekansa to'yanki o'rnim bo'shab ketgan dori salsam bo'lamdi deb. Yo'q. Doğru sanmam, qalaymiqan doğru silish qilib bo'lmaydi. Men faqat doğruluk taratatini sizga tavsiya qilaman. Nima uchun to'yanki o'rin bo'shab ketdi? Yalliq adidan ziyada eg'irlab ketgach bo'shab ketdi. Allan sababini topamiz. Yalliq eg'irlamasa to'yanki o'rin bo'shab ketmaydi. Shuningcha bizning doğruluk taratatini Alloh tavsiya qilaman. Bir toz yuyishmaslik buni yaxshi so'g'at qilib bermaydi do'stlar. Mushu doğruluk taratatiniga taraytish roli bor. Nima uchun taraytdi? Chunki yalliqni qaytug'anlik uchun, shu o'rinni qurg'oq qilganlik uchun, chingaytganlik uchun. Ishlatib baxman do'stlar, bir ishlatib yiqinglar go'njuk qilib.